O'zbekistonda o'rtacha ish haqi $511 ga yetgan. O'qituvchilarning nisbiy kambag'allashishi to'xtagan. Assalomu alaykum. Siz Bakirov Post kanalini tomosha qilyapsiz. Ushbu kanalda iqtisodchi Otabek Bakirovning tahliliy maqolalarini kuzatib borishingiz mumkin. Kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Avvalroq O'zbekistonda 2025-yil 3-chorak yakunlari bilan o'rtacha ish haqi $500 ga yetishi haqida yozgandik. Rasmiy statistika bo'yicha 2025-yil yanvar-sentyabr oylarida o'rtacha ish haqi 6.166.000 so'mga yetgan. Plus 19.2% ga o'sgan. Bu 1-oktyabr holatiga rasmiy kurs bilan $511 degani. Hududlar orasida eng yuqori ish haqi doimgidek Toshkent shahrida 10.379.000 so'm. Eng kam maosh Qashqadaryoda 4.270.000 so'm. Toshkent va Qashqadaryodagi o'rtacha maoshlar farqi 2.43 karrani tashkil etgan. O'tgan yilning shu davrida farq 2.39 karra bo'lgan. Ish haqining eng yuqori sur'atda o'sishi Samarqand viloyatida kuzatilgan. Plus 24.8% ga o'sgan. Avvalgi chorakda Samarqandda ish haqi respublika ko'rsatkichi o'rtacha o'sish sur'atidan pastroq o'sayotgandi. Bu anomaliyaning sababi qiziq. O'zbekistonda eng katta maoshni qayta sug'urtalash va pensiya jamg'armasi faoliyatidagilar olishmoqda. 20.972.000 so'm. Eng kam maosh esa maktabgacha ta'limda 2.771.000 so'm. Yangi davrda birinchi marta o'qituvchilarning nisbiy kambag'allashishi to'xtagan. Maktab o'qituvchilarining o'rtacha maoshi 4.136.000 so'm. Respublika bo'yicha o'rtacha maoshning 67.1% tashkil etgan. O'tgan yilning shu davrida 67%. Video yoqgan bo'lsa, videoga like bosib, yaqinlaringizga ulashib qo'ying.